Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana ko'rib turganlaringiz yig'ish apparatini yasash jarayonlari va bitta holatlarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz akalar. Mana bularimiz dizelni bo'lyapti akalar. Dizelni traktor, to'rt gibrid hammasidan bor yasab beramiz. Zakaz bo'yicha materiallarga ahamiyat berishlaringiz mumkin. Motorlarimiz 11-15, reduktorimiz 350 lik RM. Mana shniklarimiz hamma yo'g'i materiallarga ahamiyat berishlari mumkin. Ideal holda mana bu yangicha stilda gibrid degan bo'ladi. Ham gazga, ham benzinga, propanga ham yuradi akalar. Mana uzoqdan mana ko'rinishlari akalar. Sezon boshlandi, zakaz berishni boshlaylar akalar. Ko'rishlari mumkin. Yoqqan bo'lsa laykni bosib qo'yinglar. Bunisiga nima deysizlar akalar? Bunisi yangicha stilda bormi? O'zbekistonda makina qarshi haligi bormi deydi haligi bizda haligi nima bo'layapti deyapti. Nima bo'layapti desa, aka bizda yangichasi chiqyapti. Yoqqan bo'lsa laykni bosib qo'yinglar, ovni qo'yinglar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ideal holatda bular yoshlar mazza ishlatadi, o'zi yuradi, qayerga borib chiqarib, o'zlaring chiqarib, o'zlaring nima qilishlaringiz mumkin. Zerikmishlar, xullas kolonkalargacha o'rnatib qo'yganmiz. Dinamiz Tikoniki. Motorimizni sizlarga aytib o'tadigan bo'lsak akalar, motorimiz 24 lar motori, 53 lar bilan bir xil kuchi, tortim kuchi, quvvat kuchi bir xil 53 kamazlar bilan buni motori bir xil. Bir tomchi yog' yemaydi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Yo'qsa lankni bosasizlar, buni qo'yasizlar, ko'rsatib o'tamiz. Uzoqdan va yaqindan ko'rinish akalar.